Assalomu alaykum hurmatli Shukur bobo kanalining obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Bugun Amirsoydamiz, xudo xolasa mana inshaalloh. Rosa ham mazza qilib uchishyapti. Bugun hafta kuniga shanba 10-yanvar 2026-yil. Mazza qilishyapti. Bizi quva rosa ham sovuq deyishyapti, ozbatda bir 20 grad, pashti 30 gradus issiq. O'ta ham issiq bo'lyapti. Quyosh dahshat charaqlab chiqqan. Hamma mazza qilyapti, hurmatli obunachilar. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'ying. Kelinglar mana. Ammo qor yo'q ekan. Yoqqan yo'q ekan. Boru beryapti. Mazza qilishyapti mana. O'yitda mana otlar bor. Otlarda uchishyapti. Ammo qimmat ekan, hamma yo'q, rosa ham qimmat ekan. Oddiy stankaga 100 ming so'm to'ladik. Stankaga 100 ming. O, ana tepada ham chiqib ketishyapti matanda. Shunaqa gaplar. Kelinglar, mazza qilib, dam olib ketasizlar. 3 kunga kelganmiz. Xudo xolasa 3 kun yotdi. Endi 1 kun bo'ldi. Xudo xolasa yana 2 kun shatdamiz. Kelaverasizlar. Bir donadan like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Yana xudo xolasa qo'yaman videolarda. Dam olganlarimizni xudo xolasa qo'yaman.